Assalomu alaykum hurmatli o'quvchi. Bugungi darsimiz sizlar bilan to be, ya'ni bo'lmoq fe'li. To be fe'li asosan 3 ga bo'linadi. Am, is, are va bular bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Biz to be ni quyidagi hollarda ishlatamiz, ya'ni ismlar, millatlar, kasblar va yoshlarni aytish uchun ishlatamiz. Biz asosan I bilan am, he, she va it uchun is, you, we, they lar bilan esa are ni ishlatamiz. Ya'ni I am, he is, she is, they are va we are. Ya'ni I am Adam, ya'ni men Adamman. I am from USA, ya'ni men Amerikadanman. I am an English teacher and I am 39 years old, ya'ni men 39 yoshdaman. He is police officer and he is from Brazil. Ya'ni u politsiya xodimi va u Braziliyadan. She is a student, ya'ni u student and she is 20, ya'ni u 20 yoshda. They are doctors, ya'ni ular doktorlar. And they are from Australia, ya'ni ular Avstraliyada. We are, ya'ni biz. We are English teachers, biz ingliz tili o'qituvchilarimiz. Endi navbat sizga. Am, is, are. Shulardan to'g'risini joylashtirishimiz kerak. Farmers, they, ya'ni they farmers. Bu yerda to'g'ri javob are, barakalla. Ya'ni they are farmers. Yana am, is, are. Shulardan to'g'risini joylashtirishimiz kerak. He, waiter. She, customer. Ya'ni he is waiter, she is customer. Demak, to'g'ri javob is, barakalla. Va yana davom etamiz. Am, is, are. Doctors, nurses. They doctors, they nurses. To'g'ri javob are. They are doctors, they are nurses. Ya'ni ular doktorlar, ular hamshiralar. Endi navbat sizga. Izohlarda oilangiz yoki o'zingiz haqingizda am, is, are dan foydalanib gaplar tuzing. Kanalimizda sizni bir-biridan qiziqarli videolar kutmoqda. Shu videolarni ustiga bosing va videolarimiz bilan tanishib chiqing.